Xitoy Kompartiya hukumatı qurilgandan buyon Xitoy davlatida ayollarning huquqda baravar ekanligi va ayollar huquqining qo'g'dilib kelayotganligini bozorga solmoqda. Bu yilmi 8 mart Xalqaro ayollar bayrami munosabati bilan e'lon qilgan xabarlarda Xitoy davlatida ayollarning huquqlarining to'liq kafolatga ega ekanligi keng tashviq qilingan. Xitoyning Xinhua agentligi, Xalq tori, Markaziy televiziyasi qatorliq hukumat taratqullarining 2025-yili 3-oy kirishi bilan bergan xabarlarda Xitoyda ayollar eng yaxshi holatda qo'g'dilayotganligi haqidagi xabarlar ko'paygan. Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning tashviqot kaniyi bo'lgan Tangritog' tori, Xinjiang gazeti, Xinjiang televiziyasi qatorliqlarning 6-7 mart kunlaridagi sonlari deganda atalmish Xinjiangdagi har millat ayollarining huquqlarining kafolatga ega qilinganligi, har qaysi sohalarda xizmat fursatlariga erishgan atalmish osonliq millat ayollarining jamiyat taraqqiyotiga asas qo'shib, iqtisodiy unum yaratganligi, o'zining xizmat o'rinlarida o'z kasbida natija qozongan to'hfakor ayollar va Millatlar Ittifoqligining ulgusi bo'lib baholangan ayollar 5-martdan boshlab Beijingda ichilayotgan xalq qurultiyi, siyosiy kengash yig'inining vakillari bo'lib, Xitoy Kompartiyasining xitoylashtirish siyosatini aqlab, tashviqot obyekti bo'lib kelayotgan usulchi Dilnar Abdulla, atalmish qadimgi asarlar tadqiqotchisi Munavvarga o'xshash atalmish namunlik ayollar haqidagi media xabarlari keng yer olgan. Albuki radiomiz ziyoratini qabul qilgan muajiratdagi ayol lager shohidlaridan Amerikadagi Tursunay Ziyovuddin, Zumrat Davud va Gollandiyadagi Qalbnur Sidiq xonimlarning bildirishicha, Xitoy hukumatining ayollar huquqi haqidagi har qanday tashviqoti eng cho'ng yolg'onchilik bo'lib, Xitoy hukmronligida yashayotgan ayollarning huquqlari uzluksiz dafsanda qilinmoqda. Bo'libmi Uyg'ur ayollari Xitoy hukumatining Uyg'urlarni nishon qilgan irqiy qirg'inchilik siyosatining eng og'ir ziyonkashligiga uchrayotgan qurbonlar ekan. Tursunay Ziyovuddin xonimning bildirishicha, u dal 8 mart kuni tutqun qilinib, lagerga qamalgan. Men Tursunay Ziyovuddin, men bir bevosita Xitoy hukumatining hozirgi Uyg'urlarga qilayotgan zulmga uchragan bir ayol, ham shuning qurboni. Ham men shu 8 martda tutilgan. Men uchun bir qorong'u kun. Ham menlar emas, Uyg'ur ayollari uchun vatanda yashayotgan. U Xitoy hukumatining jazo lagerida hayotidagi eng og'ir zulm va xo'rliqlarni boshdan kechirgan bo'lib, shunga 8 mart ayollar bayrami uning uchun eng qorong'u kun ekan. Uning ta'kidlashicha, uningga o'xshash zulm chekkan Uyg'ur ayollari hech qachon Xitoy hukumatining ayollarning huquqlarini qo'g'didiq degan yolg'on tashviqotlarga ishonmaydi ekan. Xitoy hukumati hech qachon Uyg'ur ayollarining bu kishilik huquqini qo'g'dab baqqan emas. Chunki men bilan birga 8 martda qamalgan ayollar birga lagerga men bilan tang qo'rliqlarni ko'rdi. Adam ishongisiz darajada zulmlarni tatdi. Men mana shuni qurbon. Lekin hech qachon men u yerda Uyg'ur ayollarining huquqini qo'g'dab baqqani ko'rmadim. Hech qachon Uyg'ur ayollarining huquqi qo'g'dalmadi. Qo'g'dilayotgani yo'q. Shu chog'dan tortib hozirgacha mana Uyg'ur ayollarining qizlarini majbur Xitoy fuqarolariga to'y qilishga majburlab turib to'y qilg'izyotdi. Hatto majburiy emgak olib ishlatyotdi. U lagerning ichidagi vahshiylik u darajada xo'rlanganini adam ishongisi. U ayollarning men bilan kirgan ayollar yoshlari 20 yoshda bo'lsa, qeyrillari 70 yoshgacha bo'lmaylar bor. Shularning hammasi ko'z oldimda men bilan tang xo'rlandi. Adam ishongisiz darajada xo'rlandi. Biroq hech qachon u yerda Uyg'ur ayollarining huquqi qo'llanayotgani yo'q. Gollandiyadagi Qalbnur Sidiq xonim o'zining 2017-2018 yillari Urumchidagi ma'lum ayollar lagerida o'qituvchi bo'lib ishlayotgan mezgilida Uyg'ur ayollari uchirgan xo'rliq va zulmlarni naql elib, hatto lagerda qiynaqda o'lib ketgan Uyg'ur ayollarining jasadining Xitoy soqchilarining nazoratida elib mengilganiga shahid bo'lganligini bildirdi. Ben özüm bir lager şahit buluşmuştum bilen. Şu kız ayollar kampusida 3 aydan artık durdum şeyde. Şu turist jarayonida aşağıdaki kız ayollarının qanchalik derecede depsençiliklerge, xorlashlarga, basqıncha uçraydiganligini öz gözümle gördüm. Hatta şu yerda bir kızınki 18-20 atraf bir kızning jasadini atmangan öz gözümle görgen. Qalbnur Sidiq xonimning bildirishicha, 2017-yili dunyoga oshkorlangan Uyg'urlarni nishon qilgan zo'r ko'lamlik lager tutqundan buyon irqiy qirg'inchilik siyosati davom qilayotgan Uyg'ur elida Uyg'ur ayollarining eng aqalli kishilik huquqlari dafsanda bo'lmoqda. Demek u yerda ular aşağı xorlangan bilsin, her haftada ular okul urdu, ularning kanalıdı, nama'lum doğru işkizdi. Sonra u yerda kızlarning odatlar butunlay to'xtab ketgan. Hatta umumiy yetmagandek,
Şu yerde kız ayollarını kararlılık aldı, apır doktorxana tekşürtdü, üzük saldırıp Thomas operasyon kıldırdı. Hem de kamp lager içindekilerge bundak bolsun. Kamp lager sırtıdaki yaşavatkan az bir kısım şekillik kapalgan Uygur kız ayollarının hayatı, turmuşu intayın endişide, dehşetlik ve endişide yaşaydı. Irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan Uyg'urlar uchun aytganda, Uyg'ur ayollari bu zulmda eng ig'ir bedel to'layotgan qurbonlar ekan. Demek Xitay hakimiyeti hazır siyasetçininki 3. nöbetlik umumi yığındımı her xil sebeplerden takip bular ayollarninki hukuk menfaatini qo'g'daganlik insonning hukuk menfaatini qo'g'dag'andirish tashviqotini qilayotgani bilan amaliyotda bular o'zini Xitoy qiz ayollari qatlagan bo'lishi mumkin. Ammo Uyg'ur qiz ayollari mushunda holda har xil shaklda dafsanchilik uchraydi. Hech qanday hayot olaqolmagan darajada. Demak bu Xitoy siyosati butunlay yolg'on, butunlay soxta. Amerikadagi lager shohidlaridan Zumrat Davud xonimning aslimi qilishicha 2017-2018 yillari Uyg'ur diyorida avjiga chiqqan qayta tarbiyalash markazlari nomidagi Uyg'urlarni nishon qilgan keng ko'lamlik lagerga so'langan Uyg'ur ayollarining zo'r ko'pchiligi atalmish planli tug'utga xiloflik qilib ko'p farzandlik bo'lganligi uchun jarimani to'lagan, namoz o'qigan, bolalarga diniy ta'lim berganlar ekan. Albatta bu hech qachon barobar bo'lib boqmadiki. Bizning Uyg'ur ayollari eng cho'ng badalni to'laganlar. Ya'ni ko'p farzandlik bo'ldim va yoki o'z vaqtida uzuk sanmagan, hukumatning ayollar tekshirishiga qatnashmagan degandek bahona sabablar bilan turmayotganning demisimi nurg'un ayollar boshqa deyotgan. Uning bildirishicha, hatto ba'zilari to'y qilgandan keyin aslidagi nopsi bor yerda turmay, boshqa yurtga ketgan degandek bahonalarda tutqun qilingan ekan. Gunoyi shu ko'p farzandlik bo'lish, ayollar tekshirishini vaqtida qilmaganlik degandek. Ashunda bana sabablarma batdi. Turishliq nopusda turmagan. Ya'ni bir ayol kishi to'y qiladi, o'zining erining uyiga ketadi endi. To'y qilgan xotin kishi. Shunimi ta'tir qiynab hattoki sen o'zing turishliq nopus turmagan deb jazolangan ayollar bor. Masalan, mening shunda dedi, masalan, men to'y qildim, mening yo'lishim chetallik. Men mangadigan xidasin o'ylab baktım, bir oylik ruxsat bilan meni yo'lga solgan. Mening yo'lishimning uyiga ketish shunimi cheklagan bo'lar. Zumrat Davud xonim yana o'zi Xitoyning Douyin qatorliq ijtimoiy taratqulardan ko'chirib tarqatgan sin ko'rinishlarini naql oldi. Hech qachon bu ayollarni cho'ng ko'rgan davlat emas u. Men behchiq ko'rdim bunday videolarni. Iqtisod pek chekinib ketdi. Xalqning qo'lida pul yo'q. Terilayotgan terilg'u yerlarni Xitoylarga bo'lib berdi. Bu bechoralar nima yeydi, nima ichidi? Mushu ishlarga mushundaq zulmlarga hammadan cho'ng badalni yana shu ayollar beryotdi. Uning bildirishicha, bularda Uyg'ur qiz ayollarining Xitoy erlari bilan majburiy to'y qilayotganligi, Uyg'ur ayollarining oilasi va bolalaridan ayirib etilib, Xitoy zavod fabrikalarida majburiy ishlayotganligi, hatto butun dunyo musulmonlari ro'za tutayotgan Ramazon mezgilida erlar bilan birlikda o'stan chepish, etiz eriqlarni va parniklarni tozlashdek ig'ir jismoniy emgaklarda ezilayotganligi namoyon bo'lgan ekan. Mushu Ramazon oylarida mushlarninki tushlik tamaqi, attigalik tamaqi mushu kuzatish uchun umumyuzlik mushlarni hozir o'stan chapadiganға uning buning aytib tug'ut deyishiga qaramaydi. Masalan, to'nogin tug'di, o'lishkin tug'diga qaramaydi. Yashining cho'ngligiga qaramaydi. Ayolligiga hargiz qaramaydi. Cho'qim qilishing kerak bir o'ydan ya 2 chiqsa ya 3 chiqsa deb. Bu hech qachon bu Xitoydagi barobarlik hisoblanmaydi. U Uyg'ur ayollarining haq-huquqlari Xitoy tashviqotlarida deyilganda qo'g'dilish emas, balki eng ig'ir holdagi bostirish, zulm va xo'rliqlarga davomli uchrayotganligini ta'kidladi. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlaridan Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenis qatorliq mutaxassislar Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladlari va kishilik huquq organlarida bergan guvohliklarida Xitoyning yillardan buyon Uyg'urlarga yurgizib kelgan irqiy qirg'inchiligida Uyg'ur qiz ayollarining eng ig'ir badal to'laguvchilar bo'lganligini ko'p qatim ta'kidlagan edi. Programmani Mehribon tayyorladi.